Assalomu alaykum ajabtoshlar, qadrli obunachilar, azizlar. Sizlar bilan bugun yana bir o'z ishimizni yakunlaymiz. Bugun yana bir fayzli barakali xonadonimizga platformalarimizni ustanobga qo'ydik. Bugun ustanobkamiz Samarqand shahar Sersk tumaniga bo'ldi. Amaki, bugun ustanobkamizdan siz ko'nglingiz to'lgan ishgiromlardan bizlarga zakaz qilganingizdan rozimisiz? Hammasini bir Rozi, rahmat Rozi, zo'r ishlaring bolalarni tavsiya qilasizmi? men nima aytay endi? Zo'r vaqtiga keldi. Bir oyga aytgan edim, bir oy emas 15 kunga olib kelib qo'ydi bolalar. Rahmat. Amak, bizlar bundan qo'yingizdan rozi bo'lib, bizlar ishgiromlarimizga rozimiz. Rahmat. To'liqdi videolarimizga o'zingiz tushuntirib bersangiz, telefonlarimiz Alta Plus 6-seriya kvadrat profillaridan ishlatilgan bu plastiklarimiz antratsit mokrasol svetida tayyorlangan. Oynalarimiz esa xuddi shunday biriga bir tushish uchun antratsit mokrasol oynalaridan foydalanganmiz va juda ham to'g'ri tanlov bo'lgani uchun uyimizni yana ham juda ham chiroyli ochib berishdi. Bugungi ustanobkamizga juda ham ko'plab va har xil turdagi rom rafillar o'rnatilgan. Past qismimizga 1.95 lik, tepa qismimizga 1.65 lik razmerda o'rnatilgan. Va eng tepa mansablarimizga alkali romlarimizni ham ustanobga qilib berganmiz. Derazonlarimiz joylari juda ham chiroyli chiqdi. Fasonlarni eng hozirda ommabop bo'lgan turki fasonda tanladik. Tepa qismi bo'linmagan, faqat past qismi o'shga bo'lingan holda. O'rtasiga двойные откройlar qo'yib bergan, qolganlari esa обычный ашрishda qo'yib berganmiz. Cheksilarimiz yonboshlariga gulxo'y derazonlarimiz tushirilgan, olmish razmerlarda o'zdan ko'rishingiz mumkin. Uyimiz uch etajli sagan adashmaymiz, chunki deganda tepa qismida bemalol yashasa bo'ladi. Mana shunday chiroyli ishgiromlar kerak bo'ladigan bo'lsangizlar, Akfalmin kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizlarga bog'langan akalarimiz bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz akalar, obunachilarimizga ham bonuslar, chegirmalar bo'ladi. Hammaga sog'lik, salomatlik, bugungi ustanobkamiz o'z nihoyasiga yetdi akalar. Bemalol keyingi videolarimiz sizlarga yana yangiliklarni ko'rsatib boramiz. Hammaga sog'lik.